Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun bizning studiyamizga mehmonga Qozog'iston jarridagi Uyg'ur qarindoshlarimiz uchun diniy sahada xizmat qilayotgan Qarimlar jamiyatidan Nuriddin Rahmanov va Sadadin Ayupov akalarimiz kelib o'tirdi. Birinchi suhbatimizga başlamay turib, biz avvalni tanishtirib o'tsangiz. Assalomu alaykum bütün dunyodagi va xosatan Qozog'istondagi Uyg'ur qarindoshlarimiz hammalardan Allah razı olsun. Men qarindoshimga Sadadin Ayupov Çilek nahiyəsinin mahalləsinin Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Mening ismim Nuriddin Rahmanov. O'zim Chilekda tug'ilib o'sgan. Misr diyorida ilm tahsil qildik. Hozir Mushtaqda, Olmut shahrida o'zimizning shu Uyg'ur jamoatchiligiga xizmat atqarmoqda. Xo'sh, yana bir qator assalomu alaykum, xush keldik. Endi bizning suhbatimizda ozroq bir savollarimiz bor edi. Şu birinci sorular şu rozaya karşı rozunun buzuluş şartları ve rozunun kabul buluş amalları dep soru. Nayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Bizlerini Allah Subhanahu ve Teala güzel İslam dinini bilen müşerref kılan Allah Teala'ga hamdü sanalarını etimiz ve rehberimiz olan Peygamber Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e durut salavatlarını etip, yani bir qatam assalamu alaikum. Yuqorida sual berildi. Acayip o'rinliq, yaxshi bir savol deb o'ylayman. Aldi bilan mana oldimizda Ramazon oyi kelyotdi. Mana shu fursatni foydalanib, men bütün Qozog'istondagi Uyg'ur jamoatchiligini mana shu ulug' Ramazon oyi bilan tabriklayman. Allah subhanahu va taolo shu ulug' oylarga, muborak oylarga bizlarni yetkazib, şu aylarda to'liq ro'za Ramazonlarimizni tutib, Allah Taala bizga tayyorlab bergan şu Allah Taala ro'za Ramazonning savoblaridan umid qilgan holatda inshaalloh ado qilishga Allah Taala hammamizga muyassar etgan bo'lsin. Endi yuqoridagi savol, mazkur savolga kelsak, ro'zaning buzilishi va ro'zaning qabul bo'lishi degan savol berilibdi. Albatta her bir dinimizde, her bir ibadetning, her bir ishning o'zining bir muayyan belgilangan bir maqsadlari bor. Ro'za tutishdan eng dastlabki maqsad u nima deganda, biz ro'za tutish orqali albatta birinchidan Alloh taoloning roziligiga erishishimiz. Ro'zadagi asl maqsad bu ro'za tutish orqali shu taqvodorlik darajaga yetish bo'lgandan keyin, demak bizning ro'za tutuşumuz qabul bo'lish uchun albatta eng birinchi muhim narsa bu ixlos deb o'ylayman. Ya'ni Allohning roziligi uchun. Har qanday amal ishlarimiz, yaxshi amallarimiz riyokorlikdan, ko'rsatmakdan xoli bo'lsa, Alloh roziligi uchun bo'lsa, albatta bu Alloh taolaning huzurida maqbul bir amal bo'lib hisoblanadi. Shuningcha, agar biz ro'za tutgandan faqat ham Allohning roziligini ko'zlasak, şu vaqtda bizning nima ro'za tutganlarimiz Allohning dargohida qabul bo'lib hisoblangan bo'ldi. Demak, eng birinchi bu ixlos. Ixlos bilan Allohning roziligi uchun, Alloh buyurgan uchun biz ro'za tutsak, demak bizning ro'za Ramazonlarimiz nima Allohning oldida qabul bo'ldi ekan. Endi buzilish amallariga kelsak, ro'zani nima qanday narsalar buzildi degan vaqtida bu albatta shu ro'zani bilib turib bir narsa içip koysa, yap koysa, erteytinde, yap koysa, içip koysa, bu nima ro'zani buzadi. Yoki bo'lmasa, ayolning orasidagi bir munosabatla ro'za etiyendan kechgan o'zining bir muayyan bir vaqti bor emasmi? Shu ro'za tutganning ichida ayolning orasidagi jinsiy munosabatlar bo'lib qolsa, bu ro'zani buzadigan omillardan birisi. Shu yemek-ichmaklar etteki yap koysa, nima adamın ro'zasi buzildi ekan. Ro'za vaqtida tishni zubni pasta va boshqa narsalar bilan yuvishga bo'ladi. Ro'zador odam tishni yuvish bu albatta islom albatta bir poklikqa undaydigan bir din bo'lg'achqa, ro'za tutgandami tishni misvak bilan ishlatsa ham bu yaxshi, nur ustiga, chunki ham payg'ambarning sunnati misvak ishlatsa. Yoki bo'lmasa albatta zubni pasta bilan tishni yuvishga ruxsat. Lekin bir sharti bor, u zubni pasta uni gigitiga, yoki to'rang tarafiga ketmaslik kerak. Agar zubni pasta yutib olsa, nima bu albatta ro'zani buzadigan bir omillardan bo'lg'achqa, bek ehtiyot qilib hamda tishni yuvsa, bu ruxsat. Lekin
misvak işletse bu efzelerek. Hem Peygamberimiz sünnet. Peygamberimiz roza tutup misvak işlerken. O'sha rozay vaqtida ba'zilar deydi ekan, rozay vaqt kirgan chog'da beshida 3 kun, o'tirsida 3 kun, oyig'ida 3 kun tutilsa, shu hisob deb o'ylaydi ekan. Shuni nima dalilaysiz? Hem burun hakikaten bunun bir tegi barmikin deb o'ylayman. Nemishga deganda Atamız yeni diniga adamlar kelayotgandan keyin onun bir ig'irchilik keltirmaslik uchun onu bir ro'zadan ibodatdan urkitib qo'ymay deb mushnaqa bir deb qo'ygan bir mushnaqa bir paydo bo'lgan bir so'zda boshqa 5 yilda 3 kun o'tirsda 3 kun oxir 3 kun tutsang san bo'laverdi deb qo'ygan. Lekin asli shariatga kelsa unda gap yo'q. Ro'zaning qabul bo'lishi uchun tilimizga, ko'zimizga bek diqqat qilishimiz kerak. Biz faqat o'zimizni yemekdan, ichmekdan to'sab qo'yib, mayaqdan ro'z tutman deb ani g'iybat qilib, mani g'iybat qilib, bu yerga so'z to'shib, buni so'z to'shib, ko'zimiz bugungi kunda hammamiz qo'lda kishilarning cho'nglarning qo'lida telefon bor, mo'sh telefonda haromga diqqat qilmay ko'zimiz hamma qaraversak, albatta bu ro'zning buzilishiga bir nimada bir sabab. Chunki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bir muborak hadislar bor. Dediki, "Kam min saimin yasumu laysa min siyami illa ju' wal atash." Qancha ro'zlar insonlar bor aytdi, "Men ro'z tutman" deb o'zini yemekdan, ichmekdan to'sadi, yana boshqa narsadan to'saydi-yu, lekin tilini, ko'zini boshqa narsadan to'smaydi deydi. Ko'zi harom qarayotgan, tili g'iybat qilayotgan, yolg'on aytayotgan, og'zini yomon qilayotgan tilni tutmaydi. Albatta deydi, ular edi, faqat bir nafsi avorchilikdan deydi, o'zini bika ochlik bilan, qussizlik bilan avora bo'lgan insonlar, ro'zining haqiqiy savobining mahrum bo'lib qolgan odamlar, ro'zining savobi yo'q unda odamlarga deydi. Shuni o'zini nafsi avorchilik bilan vaqtni o'tkazgan bo'lib hisoblanadi deydi. Shunga biz ro'z tutganda nima? Faqat o'zimizni yemekdan, ichmekdan emas, balki ko'zimizni haromdan, tilimizni boyag'may deb ketgan yolg'on so'zlardan, g'iybat xo'rliqdan, mushunaq narsalardan nima? Mushunaq illatlardan o'zini tuta olsak, shu vaqtda biz haqiqiy ro'za tutgan bo'lib hisoblanamiz-da. Bizning qarim so'zlab o'tgandek, ro'zni tutib yetib og'irib qolsa, uningga ochsa Alloh taolo nima qildi dedi? O'zi, ya'ni uningga kechirim qildi dedi. Boshqa kuni saqaygan vaqt tutsin. Ammo qilmay turib qilishi, nima, turib elishi, qilmay turib elishi, kuchim yetmaydi u deyishi, bu musulmonchilikqa yoki mu'minlikka bo'libmi, muttaqilikqa asli, biroq musulmonchilikqa yetmaydigan bir ishlar. Alloh taolo Qur'oni Karimda bizga buyurgan har qanday bir farz, amr farmon bizni qiynash uchun emas. Buni bilishimiz kerak. Ro'za vaqtida emgizilayotgan ayollar ro'za tutishga bo'lamdi. Nayt yaxshi savol. Endi albatta Alloh taolo shariatimiz bek endi osonda, hech qanday bir qiyinchilik yo'q, mashaqqat yo'q. Alloh taolo hatto mushu ro'za oy haqqida tushgan oyatda yuridullohu bikumul yusra va la yuridu bikumul usra. Alloh taolo sizlarga ro'za tutish orqali bir ibodatni farz qilish orqali sizlarga nima bir ig'irchilik, qiyinchilikni xohlamaydi dedi. Sizlarga balki yengilchilikni xohlaydi deydi. Anashqa ro'za albatta insonlarning ichida har xil insonlar bo'ladi. Belki birisi kasal, birisining ishi cho'ng bo'lib qolib ro'za tutolmaydi, uning bir mag'diri kuchi yetmaydi masalan ibodat qilishga. Unda holatda nima shariat nima bir yengilchilikni berganda shariat. Hatta Qur'onning shu oyatlarida "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatu min ayyamin ukhra." Sizlar ro'za oy kelgan vaqtida bir kasallikka duchor bo'lib qolgan bo'lsanglar yoki bo'lmasa bir safarga chiqib qolgan bo'lsanglar, shu vaqtda sizlarga ig'irchilik kelsa, ro'za tutmasanglarmi bo'ladi? Shu bir oy yoki bir kun, 2 kun tutmagan kunning keyingi ro'za tutgandan keyin nima, uning o'rniga qazosini tutsangslar bo'ladi deb Alloh taolo o'zini ruxsat beryapti. Mana bal emgizgichi ayol yoki bo'lmasa homildor ayollarni mushu darajaga, mushu boyaqi uzrlik insonlarning ichiga kirgachga, ayol bal emgizgichi ayolmi agar o'ziga va bolasiga bir ziyon yetib qolsa, u ayol ro'za tutmasimi shariat uni ruxsat bergan. Akalar shu namoz to'g'riliq bir ikki savol bordi. Tahorat va g'usl taraf qanday elish kerak?
tertiplerini itip etseniz ve gusül kay vakti elinde degan savol keldi bizga. Nayet orunluk sual. Bir taharet meselesi, yoki bo'lsa g'usul taharet meselesi bo'lsa, bu albatta yuqorida ketdik. Dinimiz albatta birinchi bir poklikqa undaydigan bir dinimiz, yoki bo'lmasa namozning shartlari bu albatta taharet. Taharetimiz bo'lmasa namozimiz to'g'ri bo'lmaydi. Taharet bu bir farz amal. Peygamber Aleyhisselam'ın hem sünnetlerimi var, hem farzlarimi var. Bunun da Kur'an'da mı aytilgan? Sizler eğer namazga tutmakçı bolsanlar, taharetinizla degan ayet. Bu yerdeki taharetdeki farz, bu 4 farz. Kolunu juyuş, yüzünü juyuş. Kur'an'da aytilgan, ondan keyin bishimizga masx tatish ve putimizni ochiqchang juyush. Bu taharetning farzlari. G'usul taharetga kelsak, u yerda g'usul tahareti 3 farz bor. Ağzımızı çakaş, burnumuzu çakaş, ondaki bütünley vücudumuzni, bedenimizni su yetkiziş. Bu farzlar taharetdeki ve g'usuldaki hem de sünnet meselesi kelsek, Peygamberimiz Aleyhisselam qanday taharet algan ve qanday g'usul taharet algan. G'usul taharet almay turib, birinchidan bütünley taharetni aldı. Yani bildiğin, hemimiz bildiğin taharet, namaz aldık. Taharet kolumuzu, rüyümüz, ağzımızı, yüzümüzü, hemimiz 3 qetenin 10 kolumuz ceynigimizi geçen, son kolunu ceynigimizi geçen, bishimizga 4'ten biriga masx atıp, bütünümüzni jumay, onun keyin g'usulga kirdi. G'usulda bütünley vücudumuzni juyimiz, 10 tarafdan başlaymiz, son tarafdan hem ya juyup, keyin şu juyunayotgan joydan chiqqanda bütünümüzni juyup chiqib ketimiz. Mana mushnu Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sünneti boyunca taharet ve g'usul taharet elish mushunda bo'ldi. Qisqacha. Birlik bu iman Allah yolda degan tushunchani to'g'ri deb o'ylaysizlar? Albatta bu musulmonchilik u bir faqat din insonlarning orasida ibodat qilishlam emas. Din bütün dunyoga insonlarga tushirilgan vaqtida muomala qilish, qanday muomala qilishni, ya'ni to'g'ri muomala qilishni ko'rsatish uchun tushirilgan din. Bugungi kunlikda albatta ko'zimizga ko'rinib turgan bir haqiqat, afsuslanarli, ichinarli shunday odamning o'ylisi yuragini og'ritadigan narsa bu hatto g'ayri dinliklar, g'ayri millatlar orasida ittifoqsizlik emas, balki bir millatning ichida, hattoki bir millatning ichida bo'lib turib, men musulmon deb turib qilayotgan ittifoqsizlik bu yomon insonni nima qildi, ichindirdi. Albatta bu narsa bu nima chechilib ketishlik, bo'lgunchilik yoki ittifoqsizlik, mushu bir-birisiga bo'lgan manmanchilikning hammasi nimadan kelib chiqayotgan desa, yuqorida so'zlab o'tgan taqvolik bo'lsin, mushu iymonninki hammasi, mu'minlik sifat, taqvolik sifat, muhsinlik sifat hammasi yig'ib aytganda insonni nimaga boshlaydi degan vaqtida durust muomala qilishga boshlaydi. Durust muomala degan so'zning ichiga nima kirib ketadi? Ittifoqlik kirib ketadi. Tegi nima ekan buning desa, albatta iymon. Ya'ni iymondan boshlanadi. Bu bir-birisiga shunday moslashib zanjir sifat bir kelgan narsa. Ittifoqlik. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamninki muborak bir hadisi deydiki, oyat va la tafarraqu, sizlar bo'linmanglar. Sizlar chechilmanglar. İttifoqsizlik bo'lib bir-biringizga dushman bilan dushmanlashib ketmanglar. Bunda qilib ketsanglar nima bo'ladi deyapsizlar? Sizlarningki kuchinglar ketadi. Ojizlanib ketisizlar. Va ojizlangan odam nima bo'ldi? Birinchidan davlatsiz qoldi, millatsiz, ya'ni o'zining qarindoshisiz qoldi va oxirsida iymonsiz qilishning eng chong qo'rqinchligi bor. Bunda holatda nima bo'ldi? Dushman uning ustiga g'alaba keldi degan gap. Endi bugungi kunlikda endi ilmiy so'zlab berib tushundirsak, bizning qarapayim inson qarindoshlarimizga, ya'ni bu narsani shunday tushuntirishga to'g'ri kelyapti. İmandan jiroqlashdan, ittifoqdan, nimadan, inoqlikdan jiroqlashdan.
yoki bo'lmasa iymonim bor deb turib ittifoqlashishni jiroqlashdan bo'lgunchilikka kelsam, yana sen iymondan men qilsin ajrab ketishingning ehtimoli bo'lgan, qo'rqinchli bo'ladi. Shuning uchun bu bir zincir sifatida kelgan ittifoqlik u iymonlik va u ittifoqlik bir-biriga bog'lanishlik, zich bog'langan. Yigit boshlar yoki bo'lmasa qanchamiz birlikka deydi, lekin o'zlari birlikka kelamayotganining bir sababi bugungi kunda haqiqatan bir haqiqiy dinim uchun, millatim uchun kuyinayotgan odamlar, onun bir dert dinayotgan odamlar bek ozchi. Demak, bu insonlar da bir haqiqiy bir ixlos yo'qlikdan da og'izdan riyokarning jutning oldidan chiqib deb qo'ydi. Lekin haqiqatan ichida dilida to'xtab turmayman, millatim bu yerda parchinib ketib bordi-ku, birlik kelamayotdi-ku degan ichida bir o'y, bir dard bo'lmaganlikdan mana bir illatlar bugungi kunda paydo bo'lyapti. Qachonki biz haqiqatan Allohning roziligi uchun, millat uchun, dinim uchun bir xizmat qilay, men birlikka eklay, uni qo'shnim uchun deb jon kuyarlik qilsak, qurib o'zimizni bilimimiz bilan, iqtisodimiz bilan, vaqtimiz bilan ashunga ko'ngil bo'lalisak, shu vaqtda bu masala hal bo'lgan ishlardi. Lekin chiqib men og'zimizni deb qo'yib, lekin mayaqda boshqa bir nima qilgan bo'lsa, albatta bu hech qachon amalga oshira olmaymiz bu ishni. Mayli yuqoridagi yigit boshlar bo'lsin, mayli ostidagi avam xalq bo'lsin, hammamiz birlikda ittifoqlashib bir maqsadda birlikka kelarsak, kishining to'xtab turib millat uchun men nima qila oldim, nima ish qilyapman deb o'zimizni vaqtimiz bilan, bilimiz bilan, pulimiz bilan mushni sarf qila olsak, Allohning roziligi uchun bu ishlar hammasi amalga oshirilgan ishlar. Mushning qo'shib qo'yilgan narsa nima? Yuqorida diniy nimalarni, niyatlarni, hammasini so'zlab o'tdik, endi tushungan odam tushunib foyda oldi deb o'ylayman. Javobgarchilik deydigan narsa bor. Mas'uliyat. Uyg'urchada javobgarchilik. Har bir inson o'z javobgarchiligini durust tushunishi kerak. Mayli davlatning prezidenti bo'lsin, uning qo'l ostidagilar bo'lsin, har bir insonning nimasi bo'ldi, o'zining javobgarchiligi bo'ldi. Bu javobgarchilik to'g'risida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunday deydi: "Kullukum mas'ulun, kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi" deydi. Bu hadisning ma'nosida har biringlar qo'ychi kabi bir javobgar deydi. Qo'ychi o'z qo'ylari qanday javob bersa deydi, sizlarning Allohning oldida o'z qo'l ostinglardagi sizlar mas'ul bo'lgan insonlarga sizlar javob bersizlar deydi. Buni biz bugungi kunlikda inson bundan qo'rqish kerak. Yuqorida so'zildiki, inson bilmaydi qanday sabab bilan qayerda Allohning dargohiga ketadi. Mushu vaqtning o'zida, ya'ni bir insonga suiqasd qilib, bir insonga qilsa, ya'ni bir insonga bo'lsa, ya'ni Alloh kechirar mumkin, ya'ni rozi qil. Biroq bir millatga, bir dinga yoki bo'lmasa bir vatanga yoki bir kelajak avlodiga xiyonat qilish orqali ittifoqsizlik tug'dirib, bu bo'lgunchilikni aqsig'i mirosga qoldirib ketadigan insonlar bo'lsa, Allohdan qo'rqsin. Bugungi kunlikda ashuni deyish kerak. Ashuni bilish kerak. Millatim kelajakda avlodning orasida bundaq olimlarni, bundaq tantarbiyachi, sportsmenlarni, bundaq iqtisodchi boylarimizni, bundaq aqlli qizlarimizni, o'g'illarimizni bu sohada tarbiya qilib, 5 yilning ichida, 10 yilning ichida bundaq nishonga yetkazma deydigan nishoni bormi, yo'qmi? Albatta bularningki bugungi kunlikda Qozog'iston Uyg'ur diyorisidagi shu nima tashkilotlarni elib aytyapman. Albatta bularningki hech kim biz bu Qozog'istonning ichida bir davlat quraylik degan maqsad yo'q bunda. Ammo haqiqiy vatanimizni vatan qiladigan, millatimizni millat qiladigan, millatimizning tarbiyasini, adab axloqini o'z o'rnida ijro qildirib, shunday Uyg'ur musulmonlik sifatimiz bilan yashaydigan odamlar nima kelajakni barpo qilish kimning qo'lida? Cho'nglarimizning qo'lida. Birinchi albatta Allohning buyrug'i bilan, ammo sabab qiladigan, birinchi sabab qiladigan shu cho'nglarimiz. Ammo bugundan tortib shunday qilmasa bular helmi kechib qoldik.
Helmi keçik kaldık. Ayakta düşmanlarımız bizning millatning dünya yüzünden yok bo'lib ketishimizni arzu qilayotgan kichik bir emas düşmanimiz. Ammo uningga qaramasdan mayaqda o'zimizning orasida bo'lgunchilik qilsak, o'zimizning millatini o'zimiz zaharlantirsak, o'zimizning yangidan ko'tarilayotgan yoshlarimizni uning aqsidan ko'tamasdan, nabarat ularni aksincha yerga uradigan bo'lsak, biz nima zulmning ostida texmi azob chekib qolamiz, oxiratda Allohning oldida texmi gunoh qilib ketib, nima Allohning bir la'natiga yoki g'azabiga uchrab qolamiz ekan. Bundan qo'rqishimiz kerak. Sohbetimizga kelganlarga cho'ng rahmat. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Bizdan rozi bo'lsin. Endi mashaq bizga ham shu qanday baho beraylik lekin shu bizning perdachimizga, bizning sohbetimizga, kasb egalariga ham shu Endi fursatdan foydalanib, birinchidan sizlarning bugungi o'tkazayotgan shunday faoliyatlaringizga Alloh taolo osonchilik bersin degim keladi. Albatta bu yaxshi bir faoliyat. Shunday programmalar, shunday faoliyatlarni uyushtirish orqali biz o'zimizning millatimizni shunday bir g'aflatdan, shunday bir cho'ng uyqudan uyg'ota olaymiz-da. Sizlar bo'lib, biz bo'lib, shunday programmani uyushtirish orqali albatta nima millatimizga kichkina bo'lsin bir foyda yetkazishga degan maqsadda qilinayotgan ishlar. Anashqa albatta bu cho'ng bir ish deb baholayman. Alloh taolo texmo ilgirishinglarga o'zi muvaffaqiyatini ato qilsin deb meshada shuni degim keldi. Hammaga rahmat. Endi buni bugun qilayotgan yoshlar ovozi faoliyatlari albatta bizning holimizga nisbatan yaxshi deb baho beramiz, ammo ichinarlik tarafidan qarasa bizningki millatning holiga nisbatan ya'ni intayin ojiz. Buningga yoshlar ovozi sababchimi? Yo'q. Yoshlarning ovozining ustida turayotgan iqtisod egalari, aql egalari bulada guna. Yoshlar ovozi nimishqadir qo'ldan kelganini qiladi. Ammo buni oldidan tatadigan, keyindan ishtirtiradigan kim? Xalq. Shuning uchun xalqimizga deydiganimiz yoshlar ovozi bo'lsin, dinda xizmat qilayotganlar bo'lsin, tan tarbiyada yo'tlab ketgan yoki tarbiyalanib ketayotgan aka-inlarimiz, hadi-singillarimiz bo'lsin, shu hammasini kim qo'llash kerak? Bir ovoz bilan xalqimiz qo'llash kerak. Xalqimiz inshaalloh qo'llasa, cho'qim Alloh ravo ko'rdi. Alloh ravo ko'rgan har qanday faoliyat cho'qim-cho'qidan ko'rinadi inshaalloh. Endi hurmatli aziz qarindoshlar, yuqorida aytib ketgan so'zlarni quloqqa mahkam qisib, aqlimiz islomiy tarbiya berayotgan gaplarni shunchalik ta'sirli desam bo'ldi. Shuncha chiroyli gaplarni deb o'tib ketdi. Shularni mahkam tutib, ro'zaga qarshi imonimizni kuchaytirib joylaymiz qarindoshlar va umrlikda birlikda bo'laylik qarindoshlar. Agarda savollarınlar bo'lsa, astaga inkos qoldirsangiz bo'ldi. Bizning aqllarimiz sizlarning savollaringizga javob berishga tayyor.